Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana bitta life hack ko'rsatmoqchiman. Suxoy tumanga mana bu yerga yozuvlarni masalan qog'oz bilan yozib yopishtirib qo'yasizlar. Keyingi safar masalan o'sha hid yoqmasa almashtirmoqchi bo'lish kerak bo'ladi. Masalan uni qog'ozni silish kerak, yana yopishtirish kerak. Hozir yangi narsa o'yladik. Mana bunaqa qilib yasatasizlar. Rasm reklama raspechat qilib beradigan joylarda qilib beradi. Bu narsa masalan luboy yoqtirgan hidlaringizni nomini yozdirasizlar. Masalan bu hid olib tashlab keyingi hid kelib qolsa, navoda buni olasizlar, ana olinadi. Tagida magniti bor, orqasida magniti bor. Narxini olib qo'yib qo'yasizlar, bo'lib turaveradi. Ham ko'rinishi chiroyli turadi, ham qulayda. Mana har safar uni olib, masalan keyingi hidga oldin skoch qilganmiz, mana o'rni qolib ketganda xunayib qoladi. Mana bu juda qulay ekan, zo'r ekan.